Bugun jarima maydoniga kimni tiqdim bilasanmi? Kimmi? Yulduz Usmonovani. Rostdan. To'yimizga borar ekan. Ha, Bobur aka, dadamiz bilan ko'rishmoqchilar. Bo'ldi, ko'rishaveramiz. Lekin taniyman-ku, rasmiy yo'qmi? Bor. Shusan dadangmi? Komandir hujjatim bering, men shoshib Aka, turibman. bera olmayman, qoidani buzyapsiz aka. Menga otingiz nima edi? Bobur. Tohirjon. Bobur ismim aka. Xo'p, Bahodirjon, men Aka, qiziqchilik qilmang, qoidani buzyapsiz, qanaqa tushunmaydigan odamsiz. iltimos sizdan. Iltimos qilmang, iltimos sizdan. Menga qarang. Nodirjon. Nodirjon. Aka, qiziqchilik qilmang, Bobur deyapman ismimni. Taqdir bu, taqdir. Bermaysizmi? Nala? Bering, baxtli qilaman qizingizni. Yo'q dedim. Tushundingmi? Ha dada, berib yuravering, baribir hech kim olmayapti-ku. Boshimga yostiq qilsam qilaman, lekin men bunga bermayman. Hechkingiz. To'g'ri tushunyapsiz, boqula. Hurmatli podполковник chaqirtirgan ekansiz. Mas'ul keldingmi? Yana bir ishgan bor ekan. Olib bor jarima maydoniga. Xo'p bo'ladi. Oching syomka qilmay, kim ichibdi qani ko'raylik. Voy. Sendan boshqa odam yo'qmi? Taqdir. Ichib qo'ydingizmi? Yuring men bilan endi. Mantiq qayda bo'lardi? Yuring chiqar bu yoqqa. Shuppa. Hozir dadajon ozgina sabr qiling. O'g'il avazini kim? Dadamni srochni operatsiya qilish kerak ekan. Mana bular bo'ladi. Alo komandir. Takdir bu, takdir. Voy, tush cho'mil, ayang urishmaydi. Ye cho'mil. Ya ayang. Jalol Qosimov o'ldimi? Nima deyishding? Ayam o'ldiradi. Mana o'zini bering. Mol! Oyoq kiyimda kirma! Sifatli ichingizda o'g'lim chiqdi. Nimaga sandiqdan sifatli pechinasini o'g'irlading? Ay! Aya, go'ringizga olib ketasiz pechenani. Nimaga qo'shnini tualetini qo'yapsanlar? Tavba qildim. Yozda faqat bet qorayar ekanda. Boburboy keldimi? Nimaga kelibdi ekan? Menimcha shu ko'chal asfalt bo'lsa kerak-da, bir yangilik qiladi bu. Soati brilliantdanmi? Kim soatimni gapirdi? Uzr, men gapiraver. Ha, soatim brilliant. Mashinam BMW, telefonim 16. Rais bo'shatdamikan? Kimni o'chirdi? O'chirt men edim, endi siz kirib chiqavering, zarur bo'lsa bir yangilik kutib qolamiz, ha? Ha, mahallam uchun juda ham katta yangiliklarim bor. Ko'ylagim Lion, Italiyadan olib keltirilgan. Hozir chiqaman. Amaki, o'chirdingiz ayollarga bersangiz bo'lardi-ku. Ha, bu Boburboy bu. Mahallaga nafi tegadi. Bu ayollarning erdan boshqa kimga foydasi bor? Keling, boy aka. Rais bu. Shu kam ta'minlanganlar ro'yxatiga qo'shib qo'ya olmaysizmi, akajon? Uyalmaysizmi? Shuncha mashinangiz bor, uyingiz bor. Ular birontasi meni nomimda emas. Men ataylab boshqalarning nomiga qilib qo'yganman. Men nima qilishim kerak? Shu kam ta'minlangan ro'yxatiga qo'yib qo'ysangiz, shu gaz sveti to'lashga sal ligota bo'lar ekan-ku. Ko'chada shuncha kam ta'minlangan oila turibdi. Ular o'lmaydi. Menga qilib beravering. Uyat.
keyin iloji bo'lsa shu bitta subsidiya qilib bersangiz uy olmoqchi edim. Subsidiya uy yo'qlarga qilib beriladi. Uy yo'qlar nima? Harakat qilsin, mehnat qilsin, intilsin, olsin-da, Mana xitoylik tadbirkorlar kelyapti-ku, sezoni keldi. Shularni kvartiraga qo'yib pul ishlardim $500 Tavba qildim, tavba. Keyin rais buva, agar iloji bo'lsa shu bola pulini ham to'g'rilab bersangiz, bolamga pul olmoqchi edim. Bo'ldi, o'tib tushdi bu. Nima hamma bolasiga pul oladi, men ola olmaymanmi? Menga ham yozing. 500 ming xarchi BMW'chamga benzin solaman. Men qarang, otiz nima edi? Bobur Piradas. Rostdan shunaqa ekansiz,